Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sayfish kanalining obunachilari yangi Zo magazin ochibdi. Mana shu texnologik institutni chorrahasini eslab qolinglar. Shunday kelasizlarda bu yerda Zahratun degan fast food joyimiz bor. Mana shu. Bu yer esa Pasquale bilasizlar. Mana shu Pasquale bilan to'g'ri kelsangiz yangi ochilgan Zo magazin bor ekan. Hozir obzorni qilaman. Bu reklama emas. Aziz do'stlar, shunchaki obzor. Buni bilasizlar, qayerda ekanligini, afishalarni. Yangi Zo magazinga tashrif buyurdik. Bismillah. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alisher aka, ko'rmang. Yaxshimisiz? Ishlar yaxshimi? Sog'lig'ingizni barakasini bersin. Bitta obzor qilib ko'ramiz. Zo magaziningiz yangi ekan. Xo'p, nimadan boshlaymiz? Qadrli obunachilar, kelinglar baliqlarni boshlaylik. Chunki baliqlar bizga birinchi navbatda qiziq. Xo'p. Aka, michinoslar sotilibdi-yu, qolmabdi-yu. Michinoslar yaxshi sotilyapti. Necha puldan ekan michinoslar? 5 danam berdim, 10 danam berdim. Akani yangi ochilgan Zo magazinlardan biri ekanlar. Michinoslarni 5 dan deyaptilar. Aranda tilla baliqlarni qanchadan berasiz? 25, 20. Bu yerda muramirni guramilar bor ekan. Guramilar necha puldan? 20 dan beraman. 20 dan ekan. Bu yerda guplar necha puldan berasiz? 5 o'yin, 15. Magneziyam bu. Qora magnesiya, muramirni dalmatinslar. Kimga kerak bo'lsa, kelasizlar. Mana bu yerda krasniy shapchkalar bor ekan. Bular necha puldan? Shapka 50. Kometalari 20 dan beraman. 15 dan beraman. Kometalar mana bu yerda mana adashmasam bular varli qo'ya bo'ladi. Snijinkalar. Afrikanslar uchun afrikanskiy sixliklar mana. Bular necha puldan? 20 dan beraman. 20 dan. Qo'yalar necha puldan dedingiz? 50. Mana bu yerda mana skallarlar bor ekan. Razmerlari zo'r. Bular necha puldan ekan? Kattalarni 40 qilib beraman. 35 ham beraman. Maydalarni 20. Kimga tirik rastinlar kerak bo'lsa agar o'sib ketibdi, qarang. Katta akvariumlar uchun juda ham zo'r bo'ladi bu. Kelasizlar. Mana bu yerda danyon bor ekan. Danyonlar necha puldan? Danyolarni 10 qilib beraman. 15. Danyolar 15. Aziz do'stlar, bizda bu yerda akvariumlar uchun kerak bo'ladigan barcha pechkadan tortib kompressorlargacha barcha texnikalar bor ekan. Bularni ham arzon narxda qilib beraman debdilar. Kimga agar akvarium bezash uchun har xil turdagi искусственный o'simliklar kerak bo'lsa, ular ham bor. Akvariumlar bor mana. Kichkina akvariumlardan tortib средний, dumaloq akvariumlar, hattoki stoykalik katta akvarium ham bor ekan. Mana tumbasi bilan. Kimga qiziq bo'lsa, kelasizlar. Mana hozir renterni qo'ydim, yana chiqsam oldin qo'yaman. Mushuk boqadiganlar uchun istagan turdagi mushuk ovqatlari bor ekan. Mushukni qolgan ovqatlari bilan yana qo'shimcha aksessuarlari ham bu yerda ekan. Hozir Aliyakada yana shunday bir aksiya ketyaptiki, 100 ming so'mga shu do'kondan xarid qilgan mijozga
sovg'amiz bor, qish beradigan sovg'alarimiz bor, marhamat qilinglar deyaptilar. Qolaversa, aka aytibdilarki, Sayfish kanali obunachilari uchun 10% skitkamiz bor dedingizmi? 10% skitkamiz ham bor dedilar. Kelasizlar, Sayfish kanaliga a'zo bo'lganlaringizni ko'rsatasizlar. Chiroyli qilib skitka ham qilib beraman dedilar. Aziz do'stlar, marhamat qilasizlar. Zo'magazinga